O'zingni qadrla. Anastasiya Zaloga. O'zini qadrlashning 50 ta usuli. Kirish. O'zini qadrlash hayotimizga qanday ta'sir qiladi? Bu faqat jumboq bo'lishi mumkin. Uni sifat jihatdan o'zgartirish kerakmi? Bu har qanday shaxs uchun arzimas narsami yoki asosiy poydevor? Bu savollarga bitta javob bor. Ha. Ho'l asfaltda mashina chiroqlarining shu'lasi o'ynar edi. Shiddatli shamol eski soyabon naychalarini bukib tashladi. Qadam bosganimda ho'l krossovkalarimdan ovoz chiqardi. Ko'z yoshlarimni yashirgan kabi yuzimga yomg'irlarning katta tomchilari urilardi. Quloqni garang qiladigan darajadagi momaqaldiroq va yorqin chaqmoq osmonni yuzlab parchalarga kesib tashlardi. Daraxtlar orqaga qarsillab, qullar va har tomondan sirena ovozlari eshitilardi. Bu oqshom tabiat o'z kuchini ko'rsatdi. Ruhimda bo'rondan-da kuchliroq g'azab tug'yon urardi. Qanday qilib siz bunday ahmoqlik qilib qo'ydingiz, deya yig'lab borardim. Aftidan tanamning har bir hujayrasi nafrat bilan to'yingan edi. Men bo'lgan voqealarni, xotiralar va 9 oy ilgari zamonga qaytishni qattiq xohlar edim. Men 23 yoshda hayotimning qiyin davri, og'riq va umidsizlik o'rtasida edim. Bir vaqtning o'zida bir nechta chidab bo'lmas sinovlar ro'y berdi. 22 yoshimda men ofis ishidan voz kechishga va o'z biznesimni boshlashga qaror qildim. Yaqinlashib kelayotgan muvaffaqiyatlarimdan ruhlanib, bankdan kredit oldim va mustaqil biznes safarini boshladim. Men tashabbusimning muvaffaqiyatiga chin dildan ishonardim, ammo loyiha yillar bo'yicha davom etdi va iqtisodiy inqirozga qoyalariga urildi. Bundan keyin nima qilishni bilmay, men qarzlarim bilan yolg'iz qoldim. Yagona aybdor ham o'zim edim. 9 oy oldin onam 1,5 yil kasallik bilan kurashishdan keyin ko'krak bezi saratonidan vafot etdi. O'shanda hech narsaga ulgurmasdim. Kasalxonada ish va boshqa joylarda doim kechikib borardim. Men go'yo tuman ichida yashardim. Kasalxona, shifokorlar, testlar, xaridlar, ijara xodimlari. Shu tariqa kunlar girdob kabi aylanardi. Hech qayerdan najot yo'q edi. Taqdir mohirlik bilan meni tuzoqqa tushirdi. Men o'zimni yo'qotdim va tinimsiz o'zimni tanqid qildim. Ahmoq, takabbur, mas'uliyatsiz. Nega bu loyihani boshlading? Bu oqibat bilan qanday kurashasan endi? Nafratimning cheki yo'q edi. O'zimni dunyodagi eng yomon kishi deb o'ylardim va o'zimga nisbatan hurmatim pasayib ketdi. Tubsiz g'am-qayg'u tobora meni o'z domiga tortar edi. Uyimni sotib, ijaraga ko'chib o'tishga majbur bo'ldim. Moliyaviy majburiyatlar tugadi, lekin o'zimga nisbatan hurmatim ham yo'qoldi. Hayot sovg'alar bilan meni siylashni davom ettirdi. Yigitim ham qo'llab-quvvatlash o'rniga aksincha meni xor qildi va xiyonat qildi. Men sabr bilan hamma narsaga chidab, hali ham u bilan birga bo'lishni xohlardim. Xayolimda men eng yaxshisiga loyiqman va boshqasi bilan uchrashishim mumkinligiga shubha qildardim. Chidab bo'lmas do'zax azobi ancha davom etdi. Bir kuni g'ayrioddiy bir odam bilan uchrashdim. Mening hikoyamni eshitib u dedi: "Sevgi koinotdagi eng kuchli quvvat. Siz o'zingizdan nafratlanasiz, chunki bunga o'zingizni loyiq deb hisoblaysiz. Ammo hayotingizga qarang, o'zingiz barchasini yomonlashtirib yuboryapsiz.
O'ylab ko'ring, agar siz o'zingizni tashlasangiz, doim yoningizda bo'ladi. Haqiqatdan ham kim? deb hayron bo'ldim. Vaqti bilan atigi shu 4 ta so'zni ayting. Men o'zimni yaxshi ko'raman. Bir qarashda bu ibora mutlaqo ahmoqona tuyuladi, lekin men sinab ko'rishga qaror qildim. O'sha oqshom polda yotib va shiftga qarab pichirladim. Men albatta o'zimni yaxshi ko'raman. Men albatta o'zimni yaxshi ko'raman. Men albatta o'zimni yaxshi ko'raman. Avvalo boshida sezilarli o'zgarishlar bo'lmadi, lekin asta-sekin mening his-tuyg'ularim o'zgara boshladi. 2 hafta o'tgach, menda o'zimni kechirish jarayoni boshlandi. Bu oddiy so'zlarni takrorlab turganimdan keyin haqiqatim o'zgara boshladi. Bir oz o'ylanib turib, men uchun joy bo'lmagan munosabatlarni tugatdim. Qilgan xatolarim uchun aybdorlik hissi bilan xayrlashdim. O'zimda noyob odam qiyofasini ko'rdim va o'zimni butun qalbim bilan qabul qildim. O'zim yoqtirgan narsani qilishga o'zimga ruxsat berdim va begonalardan umid qilishdan voz kechdim va hatto o'z ustimda ishlash yo'lida psixologiya kurslariga qatnay boshladim. O'sha qiyin davrda deyarli 10 yil o'tgach, ishonch bilan aytishim mumkinligini o'zimni qadrlash hissi hayotimni saqlab qoldi. Men bu tuyg'u hamma uchun muhimligini tushundim. Kimdir sevgi va nafratni tanlashi mumkin deb o'ylaydi, lekin bu unday emas. Sevgi bu ichki uyg'unlikka olib boradigan yagona kalit. Bu jumboqning boshqa javoblari yo'q. O'tgan 8 yil davomida men ko'p odamlarga yordam bera oldim. Hammada o'z-o'zi bilan qiyin munosabatlarni shaxsiy sabablari bor edi. O'tmishdagi xatolar, qattiqqo'l ota-onalar yoki baxtsiz sevgi, haqiqatdan ham ortiqcha vazn, ijtimoiy mavqe, yosh teri rangi, din hech qanday ahamiyatga ega emas. Shuningdek, o'tkazib yuborilgan xatolar ham biz nima bo'lishidan qat'iy nazar qadriyatga loyiqmiz. Men o'z-o'zini hurmat qilish masalasini nazariy jihatdan o'rganib chiqdim. Amalda o'z-o'zini qadrlashning ta'sirini ko'rdim. Haqiqiy hayotda o'zingizga bo'lgan munosabatlardagi o'zgarishlarni kuzatdim. O'zingiz bilan munosabatlaringizdagi o'zgarishlarning samarasi, usullarini ishlab chiqdim. Endi men zaxiramda bir nechta emas, balki 50 dan ortiq usullar mavjud. Bu kitob oson yozildi. Men doimiy natija beradigan eng yaxshi kursni va haqiqatdan ham ishlay oladigan eng samarali usullarni tanladim. Sabr qiling. Kimda 20, 30, 40, 50 yil mobaynida o'ziga nisbatan nafrat bilan yashaydi. Shuning uchun bunga biroz vaqt kerak bo'ladi. Har bir bob amaliy mashg'ulotlar bilan ta'minlangan. Yuqori natijalarga erishish uchun har birini sinab ko'ring. Buning samaradorligini o'nlab odamlarning muvaffaqiyatli tajribasi bilan tasdiqlangan. O'zingizga bo'lgan muhabbatni oshirish uchun quyidagi tamoyillar keltirilgan. O'z-o'zini qadrlash yuqori darajadagi kasbiy mahoratga erishishga imkon beradi. O'z-o'zini qadrlash bu ichki meni bilan qulay munosabatlarning shartidir. O'zingiz uchun asosiy tanqidchi bo'lsangiz, muvaffaqiyatingiz topish qiyin bo'ladi. Haqiqiy qadriyatsizlik ham o'z qadr-qimmatini bilish ilgari yashiringan imkoniyatlaringizni yuzaga chiqaradi. O'zingizni qadrlash tajribasi mavjud bo'lganda boshqalarga bo'lgan muhabbat ham ko'payadi. O'z-o'zingizni hurmat qilish hayot sifatini yaxshilaydi va yangi ijtimoiy darajaga olib chiqadi. O'z-o'zingizni qadrlash
Yaqinlar bilan munosabatlarni o'zgartirish. Agar odam o'z qadr-qimmatiga ishonmasa, bunga boshqalarni ham ishontirishi qiyin.